أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan at-tafsirul muyassarning o'zidan darsimizni davom qilgan bo'lib, Hud surasi 98-chi oyatga kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shu yerning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم أغنت عنهم آلهتهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den kısaca Uygur tercümesi.
Fir'avn qiyomat kuni boshlamchilik bilan o'z qavmini do'zax boshlab kiradi. U joy nima degan yomon. Ular bu dunyodami, qiyomat kunidami la'natga uchraydi. Ularga berilgan ikkili dunyoda la'nat uchrashdan iborat bu suvga nima degan yomon. Mana bular aholisini biz halok qilgan yurtlarning xabarlaridir. Uni sana vahiy orqali bayon qilamiz. U yurtlardan iz qolganlarmi bor. Ya'ni aholisi halok qilinib, yurtlarning o'rni qoldirganlarmi bor. Izi qolmaganlarmi bor. Ya'ni aholisi bilan qo'shib uyretilgan ziroatdak vayron qilinganlarmi bor. Biz ularga zulm qilmadik. Lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Parvardigarın zalim yurtlar aholisini halok qilsa, ana shunda halok qiladi. Allohning azobi haqiqatan to'limi qattiqdir. Oxirat azobidan qo'rqadigan odam bu qissadan albatta ibrat oladi. Ana shu kun butun xaloyiq hisob berish uchun yig'iladigan kundir. Ana shu kun hamma hozir bo'lgan kundir. Uni, ya'ni qiyomat kunini biz muayyan muddatgacha ta'xir qilamiz. Qiyomat kuni bo'lganda har qanday odam faqat Allohdan ijozat bo'lgandila so'zlaydi. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatman bo'ladi. Badbaxtlarga kelsak, ular do'zaxga kiradi. Ular do'zaxda eshak hang'irgandek tovlab nola faryod chekidi. Do'zaxning osmon zemini yo'qolmayli tursa, ular do'zaxda Parvardigoring xohlagan zamongacha davomli turaveradi. Parvardigoring albatta xohlaganini qilguchidir. Saodatmanlar kelsak, ular jannatga kirdi. Jannatning osmini yo'qolmayli tursa, ular jannatda Parvardigoring xohlagan zamongacha davomli turaveradi. Bu ular qilingan uzib qolmaydigan in'amdir. Xo'sh, يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يقدم فرعون قومه يوم القيامة حتى يدخلهم النار وقبح المدخل الذي يدخلونه. Fir'avn o'zining qavmining qiyomat kuni oldida minib, ularni opirib do'zaxga tiqidi. Fir'avn va Fir'avnning qavmi kirgan u do'zax nima degan yomon joy, nima degan sat qo'rqinchga. وأتبعهم الله في هذه الدنيا مع العذاب الذي عجله لهم فيها من الغرق في البحر لعنة ويوم القيامة كذلك لعنة أخرى بإدخالهم النار وبئس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب الله ولعنة ولعنة الدنيا والآخرة. Allah ularni bu dünyada Allah ulağa yoki agashidi ularni agashidi ular Alloh subhanahu va taolo bu dunyoda ular nimicho agashtirgan azob bilan dengizda g'arq bo'lib ketishdan iborat bu ular agashib ketgan aldirab ketgan azob bilan cho la'natni agashtirdi. Qiyomat kuni shundak yana bir la'natni agashtirdi. Ularni do'zaxga akirishlar. Ular toplangan narsa va ularga Allohning azobi dunyo oxiratdagi la'natdan iborat ustiga minishgan toplangan narsa
neme degan yaman bu. ذلك الذي ذكرناه لك أيها الرسول من أخبار القرى التي أهلكناها أهلها نخبرك به ومن تلك القرى ما له آثار باقية ومنها ما قد محيت آثاره فلم يبق منه شيء. Aşu ve kalikini sana Peygamber Aleyhisselam sözlep beremiz. Neki bir tılgaldık biz sene, tılgaldık biz aşu ve kalikini sana Peygamber Aleyhisselam onun ehline alak uğula olsa onun ehli alak kıygan biz onu alak kıygan bir kışlak kariyeninki haberlerden ki biz onu sana haber kılımız. Bu kariyenin alak kılgan muş kariyenin özün onunla ehli halak olgan bulup amma onun uçu azıqçı kep kalgan iz eserler boğan manda kariyemu ba. Ve bunundan hatta iz eserler mu kalmagan aile ehli o elbette halak olgan bulup hatta ula olturaklaşkan makallarının iz eserlerini hemis üçüp ketken, üçürülgen uladın hiç kandak binası kalmagan mandak bir kariyerlerinin bundak ahvalı mu ba. وما كان إهلاكهم بغير سبب وذنب يستحقونه ولكن ظلموا أنفسهم بشركهم وإفسادهم في الأرض فما نفعتهم آلهتهم التي كانوا يدعونها ويطلبون منها أن تدفع عنهم الضر لما جاء أمر ربك بعذابهم وما زادتهم آلهتهم غير تدمير وإهلاك وخسران. Ularni ala qilish ularga hiçbir bana sebepsiz olmadı. Bana ona layık oladigan bana sebepsiz olmadı ularni ala qilish. Lekin ular öz üzgücü, öz şerik keltirish, Allah şerik keltirishlan va ular zaminda buzuqchilik qilishlan o'ziga zulm qildi. Shu zulm sababli bo'ldi ularning halaki. Ularning ular ibodat qilayotgan, duo qilayotgan ilohlar hech qanday asqatmadi. Ular o ilohlardan o'zlarinincha bir ziyonlikni kelishini talab qilgan holda duo qiladi. Bu hech qanday foyda sunmadi. Parvardigarının ularni azoblashga buyruq kelgan chog'cha hech qanday qiymat olmadi ular. Bu oshirayotmidi ularga, bularning bu ilohi faqat vayronchilik, halokat, ziyankorlikdan boshqani ziyoda qilmadi. وكما أخذت أهل القرى الظالمة بالعذاب لمخالفتهم أمري وتكذيبهم برسلي آخذ غيرهم من أهل القرى إذا ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله ومعصيتهم له وتكذيبهم لرسله إن أخذه بالعقوبة لأليم موجع شديد. Biz bu öz üzgümüşündeki zulüm kılan bu kari ehlini biz azap bilen mening buyrug'imga ular qarshi chiqiliq uchun mening payg'ambarlarimni yolg'onga chiqarganlik uchun azob bilan shundoq halok qilgandek ularning boshqasichu boshqa ahldan bo'lgan boshqa qariya ahlining boshqasidan bizchu azoblaymiz. Azoblayman. Qachon ular Allah kafir bo'lishdan o'ziga zulm qilsa va Allohga asilik qilishdan o'ziga zulm qilsa, u qariyaga emas, qariyadan boshqalarni men o'sha jazoga tortibman, azoblayman. Cho'qim Allohning azobi, bu jazo bilan bo'lgan azobi albatta nihoyat dardnak, nihoyat alamlik, qattiq nihoyat alamlikdir. Qattiq dardnakdir.
إن في أخذنا لأهل القرى السابقة الظالمة لعبرة وعظة لمن خاف عقاب الله وعذابه في الآخرة. ذلك اليوم الذي يجمع له الناس جميعا للمحاسبة والجزاء ويشهده الخلائق كلهم. Çokum bizdinki bu ilgaki özgü zulüm kıygan muşu kariyeni cezalaşta elbette ibret ve ders var. Kim için? Allah'ın korkuduğun, Allah'ın ahiretteki azabından korkuduğun mındaklar için şu bir pende nasihat, mev'ize var. Ukun olsa, ukun için bütün insanların bütün məxluq insanların həmini hesab üçün və cəza üçün toplanğan gün. Və o gün də xalayıqların həmmisi hazır olğan, yəni məxluqatların həmmisi hazır olğan gündür. Və mə nuəxxiru yevməl qiyaməti ankum illə lintihai muddətin ma'dudatin fi ilminə la təzidu və la tanqusu an təqdirina laha bi hikmətinə. Kıyamet günü bizlerden naiti bizden ilmimiz dairesinde çeklik kana kamayımız biz kiçiktirmeyimiz kıyamet günü bizlerden. Lekin bizden ilmimiz içi de sanaklık naiti bir müddet belgilengen vakitinin tügeli için kiçiktirmiz. Demek bu gün hem ziyade olmaydı. Bizden o günni bekitken mölçerimizden hergüz burun bup kalmaydı, kiyim bup kalmaydı. Bizden hikmet ilahimizle o günni o mölçerilişimizden hergüz artık kam bup kalmaydı. Yevme ye'ti yevmul kıyame la tetekellemu nefsun illa bi izni rabbiha. فمنهم شقي مستحق للعذاب وسعيد متفضل عليهم بالنعيم. Kıyamet günü olan çağda hiç kandak bir can egisi faqatla Parvardigarının ruhsatıyla sözleyeleydi. O nefslerden naiti baxtsiz şorpeşane azapqa duchar bo'ladigan, azapqa Allohning azobiga loyiq bo'lgan mandaqlar mı bor? Va ulardan baxtlik Allohningki ne'mat va tayyorlab qo'ygan shu baxtlik shunday kishilar borki mutafaddalun alayh unaga marhamat qilingan Allah subhanahu taoloning noz ne'matlari bilan mushundoq rahmat qilingan marhamat qilingan talaylik baxtlik bundaq odamlar bor. فأما الذين شقوا في الدنيا لفساد عقيدتهم وسوء أعمالهم فالنار مستقرهم فالنار مستقرهم لهم فيها من شدة ما هم فيه من العذاب إخراج النفس من الصدر بدفع ورده إليه بشدة وهما أشنع الأصوات وأقبحها ماكسين في النار أبدا ما دامت السماوات والأرض فلا ينقطع عذابهم ولا ينتهي بل هو دائم مؤكد إلا ما شاء ربك من إخراج عصاة الموحدين بعد مدة من مكثهم في النار إن ربك أيها الرسول فعال لما يريد. Dünyada özlerinin akidesi bozuk, emelleri naçar oğallık tüpeyli, taleysiz, baxtsiz, şorpeşan oğalla, onların turar joyi olsa dövzak. Ular o dövzakda, ular lehum fiha min şiddeti ma hum fihi minel azab. Ular için o dövzakda, o dövzakның üzdeki
azapның ne kadar qattiqligidan ulug' kichik bir tinish bor. Ya'ni nafasni chiqarish bor, ko'krigidan cho'ng bir ittirib chiqishlar. Va u nafasni qaytarish va u sirda ko'krigiga nihoyatda qattiq qiladi. Ya'ni yig'inchoq qilganda bir ulug' kichik bir tinish va bir ishlarda qattiq bir g'amga, bir o'yga, bir hasrat nadomatga odam cho'msa, nihoyat bir ulug' kichik tinadi. Mushundaq ahvol va bularga. Am bu ulug' kichik tinish bu xil nihoyatda ovozni ko'targan holda, ovoz chiqqan holda ulug' kichik tunishning o'zi ovozning eng sat ovoz bo'ladi. Ular bu do'zaxda mangu qolgan holda. Talamaki bu osmon zamin do'zaxning osmon zamini mangulam bo'lgan bo'lsa, ular u do'zaxda mangu qolgan holda. Yani demakchi mangu bu do'zaxda qolgan holda mushundaq ular uchuncha mana yomon bir sat bir ko'rinish bor. Ular olgan azap hergiz oyoqlashib qolmaydi va uzilib qolmaydi. Balkim ular doim o bo'lishi muakkad. Buni hech qanday shak shubi yo'q. Lekin lam Parvardigoring o'ziniki muvahhid gunohkor, o'zi muvahhid mo'min musulmon, ammo qisman gunohlar bo'lib qolgan mushundaq bandalarni chiqaraverdi. Bu ularning mustasno. Ularning do'zax turish muddati tugagandan keyin Rahman taolo o'z rahmati bilan bularni chiqargan bo'lsa, bu buning mustasno. Cho'qim sening Parvardigoring, ey payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, o'z xohlaganini cho'qim ishga sho'g'chidir. وأما الذين رزقهم الله السعادة فيدخلون الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا الفريق الذي شاء الله تأخيره وهم عصاة الموحدين فإنهم يبقون في النار فترة من الزمن ثم يخرجون منها إلى الجنة بمشيئة الله ورحمته ويعطي ربك هؤلاء السعداء في الجنة عطاء غير مقطوع عنهم. Allah baxt saodatni rizq qilganlar dunyoda mushundaq baxt saodat beg'ishlab mush baxt saodatga yaxshilarga ular tavfiq ato qilgan saodatni rizq qilib berganlar ular jannat kirdi. Ular jannatning osmon zimizada mangut qad ko'tarib turgan shu bo'lsa, ular mu shu jannatda mangu qoladi. Yani demak ulardan jannatdan chiqmaydi ular. Lekin bir guruhki Alloh subhanahu taolo unicho u jannat kirgizishni biroz kechiktirdi. U kimdi mo'min muvahhidlarning ichida bo'lgan bir turkum gunohkor kishilardi. Ular do'zaxda ma'lum muddat qolib qoladi. Anandikin do'zaxdan Allohning xohishi Allohning rahmati bilan jannatga chiqadi. Parvardigoring shu baxtli kishilarga jannat uchun ulardan hech uzilib qolmaydigan, to'xtab qolmaydigan, davomli yetib turgan so'g' salomlarni beradi deydi. Xo'sh, oyat karimida ba'zi balog'iy taraflarga nazar salbatimiz. Oyat karimda fa'awradahumun nar yaqdumu qavmahu yawmal qiyamah fa'awradahumun nar va bi'sal virdul mawrud. Fir'aun bu qavmining qiyomat kuni oldida minib ularni o'tqa qondirdi deydi. O'tqa qondirdi. Asli avrada deganni qondirdi deganlikning o'zi suv qondirdi. Bunda tashnab ketgan chog'da ichimlikka har xil. Bunda rahobdak, so'g'uq, bunda bir narsa qondirganni avrada suv qondirganni bir narsa tashnab ketgan chog'da suv qondirganni avrada deyiladi. Yani o't qondirdi. Buna da istiara makni var. Asli bu vurut degan gap aslida shu bu suvni qishni o'tganga dilda buni. Suvni qishni o'tganni avrada deydi. Suvni qishni berish uchun suvni qishni o'tish uchun avrada.
Yani bir yerde bu nimaga o'tni bir suvga tashbih qilindi. Qondiradigan bir suvga tashbih qilindi. Qilib bundan bu nimachu mushabbahun bih hazb qilindi. Qaysiti o suv, suvdi. Bu o'tni suvga tashbih qilindi bundan. Mushabbahun bih qaysi suvdi. Avradahum. Demek müşebbehun bir mahzup oldu. Müşebbehçi mezkur. Müşebbehun benim lazım soğan evrede bir yerde onun belki kılındı. Müşebbehun bihnin mahzup ikenlige bir alamet koyuldu. O kaysi olsun müşebbehun bihnin lazım manisi lazımsı o kandırış evrede. Evrede diyeni o otninki lazımmış sonunda otun köydürüş, sonuncu kandırış. Demek mi ya da müşebbehun bir mehzub, müşebbeh mezkur olsun nar. Ama müşebbehun birinin mala yulazım soğan avrada bu zikir kılındı. Bunun üstünde deydik istara mekniye deydik. Hmm. Enandan başka ama zalamnahum velakin zalamu anfusahum zalamnahum zalamu arda tibakwa. Ee, إذا أخذ القرى وهي ظالمة kaçan helakkıysa, cezalısa Allah Subhanahu ve Teala bir kariyen dedi. Kariyen cezalamıyı da kariyenin ehlini. Bunun da mı mecaz vardı. Vasal kariye yani aslısı ehlil kariye diyen kuşlar. Mesela enandan başka peminhum şakiyyun ve sa'id. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ta ayetinin ahir sık aralıkta bunun da çoğu degende bunun da lep neşr müretteb ba. Lep neşr müretteb ve lep neşr müşevveş degan bir gap ba. Lep neşr müretteb mesela qanday degende feminhum şakiyyun ve sa'id. O nefslerinin katarından baxtsiz şorpeşanlar var ve sa'id baxtlik telelik adamlar var. Yetip bir yerde فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Bu şorpeşane, talihsiz, bu baksız adamlar dövzakta. Olar üçün bu dövzakçı şundak eşek hanırgandak bir avaz var deyildi. Bu arada dasırda فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ deb şaqi evvel tilgilindi ve bununla alakası olan فَأَمَّا şaqu فَفِنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Yine aynen bu şekilde şaqin ahvali birinci bayan kılındı. İkinciden فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ diye. Said ikinci radde tilgilengan. Ondan keyin jo qanday qildi deganda وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا Pepil cenne halidine fiha ma damet senatul ard. İkinci redde Said ikinci koşka yani bu yerde ikincilik buna Said aval bayan kılındı. Bu tertip boyunca bunun üzerine lep neşr muretteb değil. Bu bir balagi bir uslup Arap dilinde. Yani bir balagi bir uslup. Lep neşr mürekkep, lep neşr muretteb degan gapçu bu ishni tilga ilishni talab qiladi. Yoki ikkidan jiqaroq daslivda mayada ikki shaqiy va said deb ikki narsani tilga oldi. Ya ba'zida ikkidan jiqaroq tilga oladi daslivda. Anandan keyin ashlardan bo'lgan har biriga alayda xos bo'lgan shaklda tafsili bayon qiladi. Yani shaqiyni anandan tafsil bayon qiladi. Fa'ammalazina shaqu papinnar oxirida va ammalazina suidu papil jannat degandek. Her biri öz tertip boyunca. Yani evvelik cüz kaytıdı bu evvelik cüz olsa yani kaysi fe'ammelezine şakû degini şakîyûn kaytıdı. İkincisi kaytıdı ki ve ammelezine su'idu pepil cennet
وسعيد قيتو مش مشش. Ee, Hoş. Dersimizin devamı 2 saat doludu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.